supermarketga keldik. Bu yerda choy oqtarishimiz kerak, Xitoy choyini. Chunki Xitoy choyi birinchidan sovg'aga, ikkinchida juda ham ko'pchiligiga Xitoy choyi yoqar ekan. Shuning uchun shuni olishga maqsad qilganman. Do'stlar, shokoladlar ham har xil bor ekan. Bu quritilgan mevalar. Bu yerda esa xona uchun idish-tovoqlar, har xil idish-tovoqlar. Bu yerda esa Xitoy qoshiqlari. Bu yerda pripravalar bor, har xil pripravalar ekan. Bu yerda tayyor ovqatlar, ularni faqatgina pechga solib, isitib yesangiz bo'ldi. O'zlarining mahsulotlariga o'shaqa sotishadi. Savol-javoblar qilib mana dengizdan olingan ekan. Dengiz qurtlari bor ekan mana. Bular ham qurtlar. Plus dengizdan olingan narsalar mana shunaqa quritilib, mana shu yerda sotilar ekan. Dunyoning eng katta brendlari mana shu yerda sotilar ekan. Lekin plasangiz ham bizga juda ham qimmat. Xullas do'stlar, bu supermarketdan hech nima olmasdan chiqdik, chunki narxi juda ham qimmat va bu yerda eng katta dunyo brendlari o'rin olgan. Shu uchun bu yerdan hech nima ola olmadik. Dunyo brendlarini o'z-o'zidan narxi qimmat bo'ladi, to'g'ri. Nima kutgan edim o'zi bu yerga kelib.